Assalomu alaykum. Meni ismim A'zamiddin Muhammaddinov. 6 yildan beri arab tilidan dars berib kelaman. Hozirda Mudarris akademiyasida arab tili fani o'qituvchisiman. Bugun biz sizlar bilan tebratib o'qiladigan harflar haqida gaplashamiz. Buni arab tilida qalqala deyiladi. Tebratib o'qiladigan harflar arab alifbosini ichidan hammasida emas. Asli qoida bo'yicha arab alifbosidagi har bitta harfni sukunli bo'lgan paytda ushlab qolib o'qishimiz kerak edi. Masalan, as, ash, aj, ab ko'rinishda o'qishimiz kerak edi. Lekin ba'zi harflar sukunli holatida tilga qiyinlik bo'lganligi uchun u harflarni ushlab qolmasdan, ya'ni tebratib o'qiladi. Ya'ni bu til qoidasi, fonetikaga tegishli qoida. Ya'ni bu tilga og'ir bo'lganligi uchun, ya'ni yengillikni olingan. Bu tebratib o'qiladigan harflar 5 ta. Buni qutbu jadin degan so'zda jamlangan. Buni ham o'ziga yarasha ma'nosi bor, eslab qolishga oson bo'lishligi uchun. Ya'ni arab alifbosini bu harf bormidi, yo'qmidi deb bitta chekkadan kelganidan ko'ra, qutbu jadin deganini yodlab qoladigan bo'lsa, bu esda qolishga oson bo'ladi. Bunda nima? Qof, to, ba, jim hamda dal tovushlar bor. Endi bunga misol keltiradigan bo'lsak, abi, abi, adi, ato, aqo, aji. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi mana shu tovushlarni ushlab qoladigan bo'lsak, tilga qanday qiyinchiliklar va xatolar kelib chiqishini o'rganib chiqamiz. Masalan, hasad degan so'z bor. Hasadni ushlab qolib o'qiydigan bo'lsak, qanaqa tovush eshitiladi? Masalan, hasad, hasad bu demas tga moyilroq, ya'ni t degan tovush eshitilayotgan bo'ladi. Dni o'zini bildirishlik uchun nima qilishimiz kerak? Bunda tebratishimiz kerak. Hasad, hasad yoki kasab masda kasabi, kasabi. Mana shu ko'rinishda o'qishimiz kerak. Qalqalani biz 3 ta darajaga bo'lamiz. Endi eng yuqori darajasi, o'rta daraja va pastroq daraja. Eng yuqori darajasi qanaqa? Qalqala, ya'ni bitta so'zimizda tashdidli holatda qalqala bilan to'xtasak, ya'ni vaqf qilsak. Vaqf degan mana shu joyda to'xtasak. Tashdidli holatda bo'lish kerak u ham. Masalan, ashad, 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 ahq. Bu eng yuqori tebratishning darajasi hisoblanadi. Endi o'rta darajaga keladigan bo'lsak, bu ham vaqf holatida to'xtashimiz kerak va u tashdidsiz bo'ladi. Masalan, falaqo, falaqo yoki kasabi. Mana shu ko'rinishda. Undan ko'ra pastroq daraja nima desa, bu so'zni o'rtasida. Ya'ni so'zni o'rtasida bo'lgan paytda. Masalan, yadkhulun yoki yadkhulun. Bu yerda yadkhulun deb ajratmasdan yadkhulun degan paytda tebratishni pastroq darajasi bo'ladi. Yoki so'zni oxirida keladi-yu, lekin to'xtamasa ulab ketadigan bo'lsak ham, bu tebratishining quyi darajasi, ya'ni past darajasi bo'ladi. Endi mana shu tebratishda uchraydigan xatolardan biri bu 3 ta harakatdan biriga moyil qilish. Fathaga, kasraga yoki dommaga moyil qilish. Fathaga moyil qiladigan bo'lsak, masalan, darobana, darobana. Bu yerda b sukun, undan keyin na bor. Bu yerda bni joyida tebratmasdan ikkita jag'imizni ochib qoladigan bo'lsak, darobana, darobana bo'lib ketadi. Mana shu tebratishda xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsak, darobana bizni urdi degan ma'no chiqib qoladi. Ya'ni teskari ma'no. Maqsadimiz biz urdikni aytish edi, darobana, darobana. Endi bu joyda darobana bizni urdi degan ma'no chiqib qoldi. Shuning uchun bu tebratishga ham qattiq e'tibor berishimiz kerak. Undan keyin i'ga moyil qilib o'qish bor. Masalan, iqi, iqi yoki ibi, ibi ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bni aytyapmiz yoki iji, iji. Jimni tebratyapmiz, lekin pastki jag'imizda pastga sindirganimiz uchun u i'ga moyil bo'lib qoldi. Biz a ga ham, ya'ni fathaga ham, kasraga ham, dommaga ham moyil qilmasdan joyida tebratib o'qishimiz kerak. Yoki dommaga moyil qilib o'qiydiganlar, masalan, ubu, ubu ko'rinishda bo'ladi.
ubi emasda ubu. Ikkita labimizni oldiga chiqarganimiz uchun mana shu zammaga moyil bo'lib qolgan bo'ladi. Ubu, ubi emasda ubu ko'rinishida bo'ladi. Undan keyin yana uchrashadigan xatolardan biri, ya'ni tebratishda uchrashadigan xatolardan biri oxiriga hamza qo'shib qo'yish. Ahad, ahad ko'rinishda bo'ladi. Ahad emasda ahad ko'rinishda, ya'ni hamzani sukunli holatda qo'shib qo'yganday bo'ladi. Bu ham xato sanaladi. Yana uchrashadigan xatolardan biri tovushni haddan ziyod cho'zib yuborish. Ya'ni cho'zib yuborish holati kuzatiladi. Masalan, ahad ko'rinishda o'qiydigan bo'lsa, bu ham xato sanaladi. Yana bitta shu tebratishda kuzatiladigan xatolardan biri bu tebratish harfini undan keyingi harflardan uzib qo'yish. Masalan, yadkhuluna, ya'ni ulab ketmasdan uzib qo'yish holati ham bu ham xato sanaladi. Yadkhuluna. Bu yerda qanaqa o'qish kerak edi? Yadkhuluna. Bu eshitgan ma'lumotlarimizdan biz bildikki, tebratishga ham qattiq e'tibor berish kerak va ustoz qanday o'qigan bo'lsa, xuddi shunday o'qishga harakat qilishimiz kerak ekan. Arab tilini offlayn tarzda yana ham mukammal ravishda o'rganishni xohlaydigan bo'lsangiz, Mudarris akademiyasiga tashrif buyuring. Mana shunday foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.